Assalomu alaykum hurmatli fuqarolarimiz, vatandoshlarimiz. Va'da berganimizdek, mana 2-aprel furachilarimiz test drayvni boshlashdi. O'sha va'da kim muvaffaqiyatli test drayv topshiradigan bo'lsa, uni test drayv pulini Getwork xususiy bandlik agentligi to'lab beradi. Agar kimdir imtihondan o'ta olmasa yoki unda tajriba yetarli bo'lmasa, bu test drayvdan keyin yana o'quv mashg'ulotlarimiz davom qiladi. Xudo xolasa biz topshirdik, o'tib oldik muvaffaqiyatli. Undan keyin zayi yo'q. Shu haydashni bilsangiz, nassangiz, hech qanday muammo yo'q. Xudo xolasa endi banda Yevropaga ketamiz nasib etsa. Boshida qiyin bo'ldi, keyin asosdan kurslarga qatnashib o'rganib, xudo xolasa topshirdik. Hammaga tavsiya etamiz. Shunga kelishsin. Endi qiyin bo'lmadi o'rganganimiz ham. Normalniy xudo xolasa. Rahmat, Getwork. Barchangizni Getwork xususiy bandlik agentligida xalqaro yuk tashuv yo'nalishi bo'yicha, fura yo'nalishi bo'yicha o'quv mashg'ulotlariga taklif qilib qolamiz va bular yana bir yangilikim. Hozirning o'zida ish beruvchi Yevropa ish beruvchilari kabinadan kamera o'rnatilgan, video kamera o'rnatilgan jarayonni ish beruvchilar o'zlari kuzatmoqda. Ya'ni bularni ishini ish beruvchining o'zi shu joyini o'zida ko'rib turib, kelgusida bularni ishga qabul qilishi oson bo'ladi va tez kunda priglasheniyaga keladi va tez kunda bularning vizaviy protsessi boshlanadi. Ishga joylashishi ham Yevropaga borib ishga joylashishi tez kunda hal bo'ladi. Hammalaringizni test drayvda kutib qolamiz.